Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jamshid nima bu? Ha, Jamshid Beyman. Kim bu? Jamshid nima qo'shni mahalladan hadiya kez bo'laman. Siz maslahat ish boyidasizda. Bo'ldi aka, qaydasiz? Men hozir eshiklarga keldim. Kiroving aka, eshik och. Xo'p bo'ladi. Hey. Aleyküm. Jamshid, yaxshimisiz? Hozir tinch video beramizmi? Nima gap? Videoga yaxshi. Ha, rahmat. Charchagan nima? Izlashlarimiz qanday ketyapti? Yaxshi. Rahmat. Shu desangiz menda ham bir fikr bor edi. Ichga yig'ib qo'yganim bor edi. Shunga qarshi bo'lmasangiz men ham bir shu pulim sarmoyamga qo'shsam sarmoyangizga. Ozgina birga ish qilsak demoqchi edim. Qancha pul? Yiqqanimiz 30 million hozir. Qancha? 30 million. Bitta butun aka. Hazil. Hazil aka. Oybek aka, bu yaxshi biznesni o'ylabsiz-ku. Lekin aka pulingiz kam. Hech bo'lmasa 500 million bo'lishi kerak edi aka. Endi mayli 30 millionni ham menga qo'shsangiz, eplab aka olaman yonimga. Lekin siz bu ishda bilasizmi asosan nima bo'lishi kerak? Xo'p, duh baland bo'lishi kerak. Duh kerak bo'lsa 20-30 tasini solish tushib ketish kerak. Biznes shunaqa aka. Sizda duh bormi qilib? Asosan duh aka deb. Harakat qilamiz. Bo'ldi aka, harakat qiling. Jamshid Bey! Hey Jamshid Bey! Meni yo'lib qo'ying, jon aka. Keling. Jamshid! Hey Jamshid! Siz. Jamshid bor ekanmi? Bor ekan Jamshid. Sizmi turibsiz Jamshid? Men ham chaqirtirib oldim. Qayda ekan? Ha, mehmon tinchlikmi bu? Kayfiyati juda chata. Ya aka, mendan yaqinda pul oldi. 10 million pul oldi. 3 oy uchun pul oldi. Shundan beri yo'q-da. Men ham bir 30 million pul berib biznes boshlasammi deb turgandim. Meni ham biznesga yetalagandi. 500 million pulim bor. 10 million pulim unaqaga, bunaqaga dedi, ko'paytirib beraman dedi. Bergandan keyin yo'q. Yana haligi duxni balat qilish kerak, duxni balat qilish kerak. Qanaqa duh? Bu duh bo'lgandan keyin men o'zi turmadim uyda. Ya aka, duh, biznes qilish uchun duh kerak deydi. Ya duh bor odam mayda turmaydimi? To'g'ri. Bu ne? İyi, olmazsa iyi. Kaçan gel bizi. Biz yemesi. Vay, Yaxshimisiz? Onu kimedi o? To'xta, tuh! To'xta dedim. Yaxshi ya. 30 million berib qo'ymaganim. Bu duh balam deydi, sher yurak bo'lish kerak deydi. Qo'yanga o'xshab qochib ketdi-yu.